Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'quvchilar, inshaalloh bugun sizlar bilan 5-darsni o'tamiz. Ya'ni Arab adabiy tili 2-kitobini 5-darsi. Ad-darsul khamisu 5-dars. Ushbu darsda biz quyidagilarni o'rganamiz. Hop, aytyaptilarki, mana talabalar har bir yangi ot va sifatning ko'plik formasini o'rganishlari tavsiya etiladi deyaptilar. Sababi oldingi darsimizda aytdik, biz ko'pliklarni ikki xilga bo'lib oldik. Ba'zilarini o'zimiz qoida asosida yasab olsak, ba'zilarini faqat yodlab bilib olardik. Shuning uchun ham bu yerda ham tavsiya qilyaptilar ko'pligi bilan yodlashni. Hop, hada bu degani muzakkarga nisbatan, hadihi bu degani muannasga nisbatan. Endi shu ikkalovini ham ko'pligi haulai bo'ladi deyaptilar. Mana haulai muzakkar hamda muannas uchun ham bir xil qo'llaniladi. Ya'ni birligida farq qiladi. Bu hada muannasda hadihi, lekin ko'pligida nima ekan? Bir xil haulai ishlatilar ekan. Misol uchun hada tajirun, haulai tujjarun. Muzakkar. Hadihi mudarrisatun, haulai muallimatun. Mana muzakkar bo'lsin, muannas bo'lsin, haulai ishlatildi. Buni biz nima derdik arabchasini? Ismul ishara lil qarib derdik. Ya'ni yaqinni ko'rsatuvchi ismlar, ko'rsatish olmoshlari deymiz o'zbekchasiga. Arab tilida ismul ishara derkanmiz. Huwa u degani, u bir kishi muzakkarga nisbatan ishlatiladi. Ning ko'pligi hum, ular bo'lar ekan. Huwa bu nima edi? Domir munfasil deymiz buni. U degani ular demoqchi bo'lsak, ular kishilar demoqchi bo'lsak, masalan, hum ishlatar ekanmiz. Hum rijalun. Huwa rajulun, hum rijalun. U kishi, ular kishilar. Muzakkar so'zlar uchun huwa birligidan farqli o'laroq hum ko'plik shakli faqat aqllilar uchun ishlatiladi deyaptilar. Huwa mudarrisun, u o'qituvchi. Hum mudarrisuna, ular o'qituvchilar. Hiya uning ko'plik shakli hunna bo'ladi. Hiya talibatun, u talaba. Ko'pligichi hunna talibatun, ular talabalar. Hop, hum ikhwati, ular mening akalarim. Hunna akhawati, ular mening opalarim. Hunna zamilati, ular mening sinfdoshlarim. Va hadha baytuhunna, va bu esa ularning uyi. Keyingi qoidamiz hu uning degani edi. So'zni oxiriga qo'shilib turib, uning nimasidir? Misol uchun kitabuhu desak, uning kitobi bo'lardi. Qalamuhu, uning qalami. Ismuhu, uning ismi. Endi ularning demoqchi bo'lsak nima derkanmiz? Hum derkanmiz. Kitabuhum, ularning kitoblari. Qalamuhum, ularning qalamlari, misol uchun. Demak, hu uningni ko'plik shakli deyaptilar, hum bo'ladi. Ayna baytuhum, ularning uyi qayerda? Abuhum tajirun shahirun, ularning otasi mashhur savdogar, tijoratchi. Endi shuni muannas shakli, ha uning degani edi muannasda. Qalamuha, uning qalami. Kitabuha, uning kitobi, misol uchun. Endi shuni ko'plik shakli nima bo'lar ekan? Hunna bo'ladi. Qalamuhunna, ularning qalamlari. Kitabuhunna, ularning kitoblari. Misol uchun, hunna zamilati, ular mening sinfdoshlarim. Va hadha baytuhunna, va bu esa ularning uyi. Zahaba, u ketdi degan. Muzakkardan nisbatan u ketdi. Endi ko'pligichi zahabu bo'ladi. O'tgan darsimizda ham ko'rgan edik. Fe'lning o'zak shakliga vav va alif qo'shiladi oxiriga. Shunda uchinchi shaxsda ular ketdilar bo'ladi. Fe'lni o'rganamiz. Bu fe'llarning oxiridagi alif talaffuz qilinmaydi. Ya'ni mana bu alif talaffuz qilinmaydi. Muannas uchun ko'plik shaklda esa zahabna, ular ketdilar bo'ladi. O'zagiga, fe'lni o'zagiga oxiriga na qo'shilar ekan. Esingizda bor, zahaba u ketdi, muzakkarda zahabat bo'lardi,
oxirgi sukunli ta qo'shilardi muannasda. Endi shuni ko'pligi zahabna bo'ladi. Ular ketdilar bo'ladi. Misol xarajna desak, ular chiqdilar. Xo'p, ayna ikhwatuka, akalaring qayerda? Zahabu ilal jami'ati, universitetga ketdilar. Mana vav qo'shildi, vav bilan alif qo'shildi va fe'lni ko'plik shaklida yasaldi. Ayna akhawatuka, opalaring, sening opalaring qayerda? Zahabna ilal maktabati, kutubxonaga ketdilar. Muannas bo'lganligi uchun na qo'shildi. Biz avvalgi darslarda muannas to'g'ri ko'plik yasalishini bilib oldik. Talaffuzda ta'dan oldin a cho'ziq unlisi keladi. Yozma ravishda bundan tashqari ta marbuta ta mamdudaga o'zgaradi. Masalan, mudarrisatun, mudarrisatun deyaptilar. Talaffuzda mana bu ta'dan oldin deyaptilar, a cho'ziq unlisi keladi. Mana bu alif keladi va mana ta marbuta ta mamduga o'zgaradi deyaptilar. Ya'ni ko'plik yasamoqchi bo'lsak, mudarrisatunda mana ta marbutani olib tashlab turib atun qo'shamiz. Mudarrisatun, muallimatun, tolibatun ga o'xshab. Endi aytayaptilar, quyidagi ko'pliklar bundan mustasno. Mana bu ko'pliklar mana bu qoidamizda istisno bo'lib chiqar ekan. Misol uchun bintun, banatun bo'lyapti. Qoidamizga ko'ra bintunga atun qo'shsak bintatun bo'lishi kerak edi. Yoki uxtun ko'pligi axawatun bo'lyapti. Qoidamizga ko'ra uxtatun bo'lishi kerak edi. Fatatun ko'pligi fatayatun bo'lyapti. Demak, bularni yodlab olamiz. Bu ko'pliklar mustasno ekan, ya'ni bu mana bu qoidamizdan tashqari ekan. Al-hiwar, suhbat. Haula'i ikhwati wa ulaika asdiqai. Bular mening akalarim va ana ular esa mening do'stlarim. Man ulaika ar-rijalu at-tiwalu. Ana va uzun bo'yli kishilar kim? Hum atibba'u min Amerika. Ular Amerikadan bo'lgan shifokorlar. Man ulaika an-nisa'u. Ana va ayollar kim? Hunna ummahatut talibati. Ular talabalarning onalari. Aba'ut tullabi 'indal mudiri. Shifokorlarning otalari mudirning huzurida. Demak, ma'lumotlarni eslab qolaylik. Ana u bo'yi uzun kishilar shifokor ekan, Amerikadan ekan. Ayollar esa talabalarning onalari ekan. Talabalarning otalari mudirning huzurida ekan. Aulaika an-nisa'u khalatuki ya Maryamu. Ey Maryam, sening ana u ayollar sening xolalaringmi? La hunna ammati. Yo'q, ular mening ammalarim. Haula'i atibba'u. Ular shifokorlar. Va ulaika muhandisuna. Va ana ular esa muhandislardir. Haula'i ar-rijalu fuqara'u. Bu kishilar kambag'aldirlar. Va ulaika aghniya'u. Ana ular esa boydirlar. Aulaika at-tullabu di'afun. Ana u talabalar zaifmi? Man ulaika ar-rijalu. Ya mana bu joyda so'roq emas ekan. Ana u talabalar zaifdirlar. Man ulaika ar-rijalu. Ana u kishilar kim? Hum wuzara'u. Ular vazirlar. Tamarin. Ajib anil as'ilatil atiya. Quyidagi savollarga javob bering. Min ayna ar-rijalu at-tiwalu. Bo'yi uzun kishilar qayerdan? Qayerdan edi? Ular Amerikadan edi. Demak, nima deymiz? Hum min Amerika. Ular Amerikadan. Ma mihnatuhum. Ularni mehnati nima? Kasbi nima? Mihnatuhum atibba'u. Yoki hum atibba'u. Man 'inda al-mudiri. Mudirning huzurida kim bor? 'Inda al-mudiri aba'u at-tullabi. Hal aba'u at-tullabi fi faslika fuqara? Seni sinfingdagi talabalarning otalari kambag'almi? Seni sinfingdagi talabalarning otalari kambag'almi?
La hum aghniya'u. Yo'q, ular boy. yoki ba'duhum fuqara'u va ba'duhum aghniya'u desak ham bo'ladi. Ayna taskunu ammatuka. Sening ammalaring qayerda yashashadi? Hmm? Fi madinati Toshkent masalan. Yoki o'zi yerdan kelib chiqib turib o'ylashsanglar bo'ladi. Hal akhwaluka muallimuna? Seni tog'alaring o'qituvchilarmi? Misol uchun lahum tujjarun. Yo'q, ular nima? Sotuvchi. Agar muallim bo'lsa, na'am hum muallimuna qilamiz. Xo'p, keyingi qoidamiz havvilil jumalal atiyata ila jam'in deyaptilar. Ya'ni quyidagi jumlalarni ko'plikka o'zgartiring debdilar. Misol uchun o'zlari birinchiga misol berganlar. Zalika rajulu mudarrisun. Anavi kishi nima? O'qituvchidir. Shuni ko'pligi endi. Zalikani ko'pligi ulaika bo'ladi. Rajulunni ko'pligi rijalun. Mudarrisunni ko'pligi mudarrisuna bo'ladi. Demak, ulaika rijalu mudarrisuna. Xuddi shu shaklda qolgan matnlarni ham ko'plikka o'zgartirishimiz kerak. Man zalikal fata? Anavi yigit kim? Manni o'zgartirib deymiz. Zalikani ko'pligi nima edi? Ulaika. Man ulaika? Fatani ko'pligi fityatun edi. Man ulaikal fityatu? Anavi yigitlar kim? Keyingi matnimiz min ayna zalikal mudarrisu? Anavi o'qituvchi qayerdan? Min ayna ulaikal mudarrisuna? Tilkal fatatu bintut tabibi? Anavi qiz shifokorning qizi. Ulaikal fatayatu banatut tabibi? Hadha min Misra va zalika min al-Kuwait. Bu Misrdan, anavi esa Kuvaytdan. Hadhani ko'pligi nima edi? Haula'i. Haula'i min Misra va ulaika min al-Kuwait. Adhalika al-muhandisu mujtahidun? أولئك المهندسون مجتهدون. هذه ممرضة وتلك طبيبة. كوبليجين. هؤلاء ممرضات وأولئك طبيبات. ذلك عالم كبير من العراق. أنا وعراقدان بولغان كاتا عالم در. أولئك علماء كبار من العراق. كينغسي تلك الفتاة الصغيرة أختي. أنا وكتشكيلة قس من سينم. أولئك الفتيات الصغيرات أخواتي. كينغ مشقمس أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة للبعيد. Ya'ni quyidagi ismlarga uzoqni ko'rsatish olmoshlari bilan ishora qilgan debdilar. Ya'ni zalika, tilka, ulaikadan mosini so'zlarni oldiga qo'yib chiqamiz. Misol uchun, birinchisi talibun, talaba. Bunga nima qo'yamiz? Zalika qo'yamiz. Tujjarun, ikkinchisi sotuvchilar ko'plik bo'lyapti. Demak, bunga ulaika qo'yamiz. Uchinchisi mudarrisatun, o'qituvchi ayollar. Bunga ham nima qo'yamiz? Ulaika. Keyingi so'z tabibatun jadidatun, yangi shifokor. Bunga nima qo'yamiz? Birlik ekan, demak tilka qo'yamiz. Keyingi so'zimiz ummahatut talibati, talabalarning onalari. Nima qo'yamiz bunga? Ulaika qo'yamiz. Keyingisi abaut tullabi, talabalarning otalari. Keyingi so'z fallahun. Undan keyingisi ummu mahmudin, o'zingizlar qo'yasizlar. Sodiqi, do'stim. Akhawati, opa-ukalarim, opa-singillarim. Ikhwati, aka-ukalarim. Asdiqo'u, do'stlar. Demak, zalika, tilka, ulaikadan mosini qo'yib chiqasizlar. Keyingi mashqimiz uktub jam'al kalimatil atiyati. Hop, quyidagi kalimalarni ko'pligini yozing debdilar.
buni lug'at birinchi o'rinda lug'at o'tlab turib keyin yozsak yaxshiroq bo'ladi. Abunni ko'pligi nima edi? Abun, abaun. Matnda darsimizni oxirida lug'atlarni ko'plik shakli bilan berilgan. Shularni yodlab turib keyin yozamiz. Keyingi so'zimiz imroatun. Ko'pligi nima edi? Ammatun. Ko'pligini yozamiz. Ismun, vazirun, da'ifun, ummun, faqirun, kitabun. Ushbu so'zlarni demak ko'pligini yozib qo'yamiz. Hop, iqro va kutub deyaptilar. O'qing va yozing. Quyidagi so'zlar ikkita kelishikli so'z, ya'ni g'oyrimunsarif deymiz arab tilida. G'oyrimunsarif ismlar tanvin olmaydigan va kasra olmaydigan ismlar hisoblanadi. Mana bu joyda ham qarasak, asdiqou bo'lib tanvin olmayapti. O'zi ism alomati alif lam bo'lishi yoki tanvin bo'lishi kerak edi, yoki ya'ni bitta ismda yoki alif lam yoki tanvin bo'lishi kerak edi. Endi bu ismlar g'oyrimunsarif ismlar tanvin olmasa ekan, alif lam kirmasa ham. Mana asdiqou, aghniyau, aqwiyau, atibbau, fuqarau, zumalau, uzarau, ulamau. Hop. Keyingi mashqimiz tarjimil jumla ila al-o'zbekiyati. Jumlalarni o'zbekchaga tarjima qilar ekansizlar. Birinchisi, haulai ikhwati va ulaika asdiqai. Ikkinchi jumlamiz, hum atibba'u min Amerika. Uchinchi jumlamiz, aba'ut tullabi fi faslika fuqara'u. To'rtinchi jumlamiz, ulaikan nisa'u khalatuki ya Maryamu. Beshinchi jumlamiz, kharajat min ghurfatil mudiri nisa'un hunna mudarrisatun. Demak, ushbu jumlalarni o'zbekchaga tarjima qilib yozib qo'yasizlar chiroyli qilib. Suhbat, Faysal bilan Adil o'rtasidagi suhbat, al-hiwar. Faysal aytayapti, demak ma'lumotlarni eslab qolamiz. Faysal aytayapti, mata tastayqizu yawmal utlati. Dam olish kuni qachon uyg'onasan? Adil aytayapti, astayqizu mutaakhiran. Kechroq uyg'onaman. Va mata tastayqizu anta? Va sen qachon uyg'onasan? Faysal, astayqizu mubakkiran kulla yawmin. Har kuni erta turaman. Maza taf'alu fi as-sabah? Ertalabda nima qilasan? Odil aytayaptiki, ushahidu tilfaz. Va maza taf'alu ant? Televizor tomosha qilaman. Va sen nima qilasan? Faysal aytdiki, aqra'u sahifatan aw kitaban. Sahifa, gazeta yoki kitob o'qiyman dedi. Mata tadhhabu ila madrasatika? Maktabingga qachon borasan? Azhabu ila as-sa'ati as-sabi'ati. Soat 7da boraman dedi Faysal. Adil aytayapti, hal tadhhabu bil hafilati? Avtobusda borasanmi? Faysal, la azhabu bi sayyarati abi. Yo'q, otamning mashinasida boraman. Odil aytdi, maza taf'alu ba'da al-madrasati? Maktabdan keyin nima qilasan? Faysal, arji'u ila al-bayti wa af'alu wajibati al-madrasiyata. Uyga qaytaman va maktab vazifalarimni bajaraman deyapti Faysal. Hop, endi ajib anil as'ilati al-atiya. Quyidagi savollarga javob bering. Man yastayqizu mubakkiran daiman? Kim doimo erta turardi? Faysal edi. Hop, mana bu joyini manni olib tashlab turib, o'rniga Faysalni qo'yib qo'ysak bo'ladi. Faysalun yastayqizu mubakkiran daiman bo'ladi shunda. Keyingisi, maza yaf'alu Adil fi as-sabah? Odil ertalabda nima qilar edi? Hop, Adilun yushahidu at-tilfaz fi as-sabah. Ertalabda televizor ko'rardi. Mata yaqra'u Faysalun sahifatan aw kitaban deyaptilar. Qachon Faysal gazeta yoki kitob o'qiydi? Xo'p. Matani olib tashlaymizda, yaqra'u Faysalun sahifatan aw kitaban fi as-sabah qo'shib qo'yamiz oxiriga. Mana buni olib tashlab turib, oxiriga fi as-sabah qo'shib qo'ysak javob chiqadi. Hal yadhhabu Faysalun ila al-madrasati bi sayyarati walidihi? Faysal maktabga
Otasini mashinasida boradimi deyaptilar. Ha? Hop, mana bu halni olib tashlasak, qolganini qolsa, demak javob chiqar ekan shunda. Faysal maktabga otasini mashinasida boradi bo'ladi shunda. Keyingisi ayna yaf'alu Faysal al-wajibat al-madrasiyyata. Faysal maktab vazifalarini qayerda bajaradi deyapti. Bunda ham aynani olib tashlaymizda, oxirga fil baytiga qo'shib qo'ysak, javob chiqadi shunda. Yaf'alu Faysal al-wajibat al-madrasiyyata fil bayt bo'ladi. Yaxshi, bu yerga insho yoziladi demak. Ikkitani yoziladi. Endi asmaul ishara lil ba'id deyaptilar, mana ko'rsatish, uzoqni ko'rsatuvchi ismlar. Hop, bu yoqda navi muzakkar muannas, ya'ni muzakkarga mufratda birlikda zalika, jamda ulaika ishlatiladi. Muannasda birlikda tilka, ko'plikda ulaika ishlatiladi. Misollari Muhammadun zahaba. Demak bu fe'lga misol ekan. Muhammadun zahaba. Muhammad ketdi. Birlik bo'lganligi uchun zahaba ishlatildi. Endi Muhammadun va Hamidun va Aliyun zahabu. Muhammad va Hamid va Ali ketdilar. Muannasga misol Maryamu zahabat. Mana birligida t qo'shiladi oxiriga. Maryamu va Aminatu va Fatimatu zahabna. Maryam, Amina va Fatima ketdilar. Zahabna qo'shilar ekan ko'pligida. Al-kalimatul jadidatu, yangi so'zlar. Da'ifun, di'afun, zaif. Qawiyun, aqwiya'u, kuchli. Abun, aba'un, ota. Qavs ichidagi ko'pligi bilasizlar. Ummun, ummahatun, ona. Nama, yanamu, uxlamoq. Istayqaza, yastayqizu, uyg'onmoq. Raja'a, yarji'u, qaytmoq. Shahada, yushahidu, ko'rmoq. Hafilatun, hafilatun, avtobus. Qitorun, qitoratun, poyezd. Mutaakhirun, kech. Mubakkirun, vaqtli. Sabahun, ertalab. Masaun, kechqurun. Wajibun, madrasiyun, uy vazifasi. Tilfazun, tilfazatun, televizor. Fa'ala, yaf'alu, qilmoq. As-sabi'atu, 7-chi. Yawmun, ayyamun, kun. Sahifatun, suhufun, gazeta. Shu bilan demak 6-darsimiz, 5-darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bundan oldingi va bundan keyingi bo'ladigan darslarimizni Havas ta'lim kanali orqali kuzatib borishingiz mumkin. Alloh taolo o'rgatgan ilmlarimizni barchamizga manfaatli qilsin.